Bizning gimnaziyada Tahir ismli yash olim bor. Ул vaqtni o'zgartira turgan jaylanma yasadi. Sinab qararga deb ishga kirishdi. Pioner har vaqt hazır. Isanmi? Men seni o'zg'an chirdan bugungi kunga qaytardim. Isming nechik? Men Pioner Zufar. Tilagim kosmonavt bo'ldi. Tahirning xiyoli turmushga oshdi. Pioner Zufar Sovetlar ilindən bizning vaqtga ko'chdi. Zufar aqlli, qiziqsunuvchan malay. Tire-yog'in g'ajabga qolib jintiklab kuzatdi. Yangiliklarni o'rganirga tiladi. Ура, men isham! Bu shin kosmik apparat. Amundsen narsa? Maktab kartasi ol. Propus ham dokument. Maktab kartasi bilan maktabga kirish yengil. Ko'rasizmi? U shunda yuqa. Kartada tilasang nindi ko'lamda aqsha saqlab bo'ladi. Totib qarayman hali. Odatda sutga shiratqa turgan kichkina pioner Zufar hozirgi zamon kibitine oyoq bosdi. So'g'is. Aynishlab bizning qizil yonda. O'quvchining kartasi turunda Tahir jintiklab söyledi. SMS-kini da anlatib qaradi. Lakin kichkina Zufar uchun u yengil ish tugul edi shu. O'quvchi kartasi bilan to'planu ishim to'lov yengil. Kichkina Zufar maktab oshxonasida rahatlanib oshadi. Tahirning siylagani qulog'ina kirmadi. Bilasizmi, Tahir? Menim hozir kosmonavt bo'lasim kelmay. Menim ekonomist, bankir bo'lasim kelar. Rahmat Tahir, qiziq bo'ldi. Men hali o'zim bilan yo'lga so'g'iz oldim. Tahir, maktab kartasini menga bermasingmi ekan? Agar kartani senga bersam, meni eni oshulanir. Yangini yasirga to'g'ri kelishak. Tik do'stim uchun bir ne qizg'anish tugul. Pioner Zufar o'tgan shirg'a o'zi bilan maktab kartasini olib ketdi. Alha, yangi jingularga tapa. Maktab kartasi sag'izlardan ayırmalı bo'larak vaqt kirtasin uzib chiqa olmadi. Ne uchun? Har narsaning o'z vaqti. Maktab kartasi menda ham hozir kerak.